To'yim kuni 2 soat yo'qolib qolganman. Endi men Bo'stonliqdan Qibraga kelin bo'lib tushganman-da. Bizani davrimizda zags o'zi bitta bir anaqa bo'lardi, tadbir bo'lardi, marosim bo'lardi, qanaqadir qizmaylisi bo'lardi, uzatib borish, keyin challari bo'lardi, quda chaqiriqlar bo'lardi. Mana shunaqa narsa edi-da. Shu zagsim kuni men sochimni prichoska qilishga parikmaxir topolmaganman. Sochim uzun edi-da. Men Bo'stonliq o'sha Gazalkentga kelganman. Gazalkentdan topmaganman. Keyin ertadan Chirchiqqa ketganman. Uydagilarga hech kimga hech narsa demaganman. Chirchiqqa borganimda 2-3 ta salonga kirganimda uzun soch qilmaymiz, prichoska qilmaymiz deb aytishgan. Bitta yigit bo'lgan, Nurman degan, shu bolani oldiga borganman. Shu bola aytganki, sochingni kesamiz degan. Shunda sochimni mana shu yelkamdan kesib, prichoska qilganda, qaytib kelgunimcha bir 2 soatdan sal oshgan. Telefon bo'lmagan, hech kim bilmagan, hamma meni qidirgan. Men o'ylaganmanki, shunda boraman, qildiraman, qaytib kelaman deb o'ylaganman-da. Haligacha mana xo'jayinimlarning o'rtoqlari yoki o'sha bir uchrashib o'tirib qolishsa, обязательно eslanadi-da shu narsa. Yo qarindoshlarning ichida, yo mana shu er-xotin o'zimiz klublarning ichida baribir bir eslanadi shu narsa deb aytmoqchiman-da.